Barchaga assalomu alaykum. Andijon Tunikafon kanalidasizlar do'stlar. Mana videomiz yoqqan bo'lsa bir dona like tugmachani bosib, millat orasida padashga bu ishimizni Marhamat shaharda qilib beryapmiz. Marhamatimizda Xudo xolasa mana polni fasadlari ham bo'ladi. Buni ko'rib turibsizlar, pianinali fasonda qilib beryapmiz. Bu ishimizda kvadratini 140 ming so'mdan 04 qalinlikda shunaqa hollarda qilib beryapmiz do'stlar. Mana rekalarimizni to'qib ish jarayonlarimizni bitta YouTube kanalimizga joylayapmiz. Paddeshga like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Sizlar vodiydanki bo'lsanglarki bemalol murojaat qila olasizlar. Mana do'stlar, mana hamma yo'g'inimizni, materiallarimizni olib kelib oldik. Xudo xolasa, mana bu taraflari Xudo xolasa o'ta go'zal holda qilib beryapmiz do'stlar. Bu devorimizdan, devorimizni o'rtasida 20 sm perikosimiz bor ekan. Shuning uchun bu yoqqa ancha chiqdi. Devorlarni Xudo xolasa go'zal holda tekis qilib beryapmiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab, nomerlarimizni ekranda qoldirib ketamiz. Bemalol sizlar musofirda bo'lsanglar ham buyurtma bersanglar, navbatda xonadon sizlarning xonadoninglar bo'lishi mumkin.